azal yaratganda Xudo shirin so'zga joni fido ayoldir u orzusidan kechib goho yori uchun qilgan vafo ayoldir u yo'g'iga ham ko'nib ketgan ro'zg'orini mahkam tutgan ayoldir u o'zi yetmay murodiga farzandidan umid kutgan ayoldir u ayol aziz muqaddasdir nozik xilqat hech shubhasiz ona zamin gapidir siz ham ulug'siz ham aziz ayol aziz muqaddas ayol aziz muqaddasdir olam ichra olamdir siz onam qizim jonim opam yorimdir siz yo singlimsiz ayol aziz muqaddas mingta tashvish o'yi bor yuragini kuydirgan shirin xayollarga emas hasratga to'ydirgan axir u xokisor ayol bag'ri yonib tursa-da farzandlarin kuldirgan issiq tandir o'chog'ida oy yuzini kuydirgan axir u beg'ubor ayol aziz muqaddasdir nozik xilqat hech shubhasiz ona zamin gapidir siz ham ulug'siz ham aziz ayol aziz muqaddas ayol aziz muqaddasdir olam ichra olamdir siz onam qizim jonim opam yorimdir siz yo singlimsiz ayol aziz muqaddas Sizni hamma yaxshi taniydi. Bemorlar bor-ku O'zbekiston. Yes. Yes-da? Mana biz akamiz hamma taniydi. Bemorlarimiz juda yaxshi bilishadi. Hozir kelyapti bemorlarimiz ham Namangandan. Bu joylarda hamma yaxshi biladi albatta bo'lgan bemorlarimizga endi sog'aygan insonlarga biz yetib keldik. Lotus mehmonxonasi azizlarim. Бесужит. Да, сейчас. И обед тоже, брат. Сейчас тоже и обед тоже. Rahmonlar ham kelishdi. Mana. Yaxshi rahmon yaxshi bola singlim. Mana Marjona qizayalari. Assalomu 6 oy bo'ldi kelganlariga. Hali ketishgan yo'q mana. Yaxshimisizlar? O'zi kelkilarga kelmay qoldi shekilli o'zi. Shu men ba'da pulni yuborib tursa mana shu yashab qo'yaverasizlar. Yana ozgina qoldi, xudo xolasa. Yana 2 ta operatsiyasi qoldi. Nasib qilsa shu mana shu safarga kutyapmiz. Yaxshi bo'lsin, ketamiz aka. Yo'q, o'zi bu safargisi 100 da, xudo xolasa. Oson bo'lmayapti Marjona qizi ham. Mana keldi. Fardin aka, mana shu Marjona qizayalari. Bitta kolyaska olib chiqasizlarmi? Beshik kolyaska. Kolyaska ading. O'lchar yana o'lchar. Singlim Marjona qizayalari hozir kolyaska olib chiqishadi, bo'ptimi? Kirib dam olasizlar 1-2 soat. Hadlik narsalar qo'yinglar, Fardin aka. Hadlik narsalar qo'yinglar. 1-2 soat damda olib turasizlar. Chaqirish bilan boramiz. Mana kalaskani. Bitta seni qarab oling bo'lsa. Hozir kalaska turib turolmaydi singlim.
Ha yuro sekin yuro mana sekin yuroylik. Yuroylar. Rahmon, потом поговорим, хорошо, брат? Хорошо. Если что, 9 или 10 сейчас мы там будем. Хорошо. Хорошо, позвоним. Rahmat ukajon, bo'pti. И обед кто это там аэропорт встречает, брат? इंशाल्लाह я पाएंगे। Тогда я здесь буду или в Турции буду? Вы меня... मुझे पता है मतलब दिल्ली मौजूद भी दुआ फिर वो चिपाई जो туда। Хорошо, меня забирает, хорошо? Хорошо. Я с ним поеду. Ipak, siz qalaysiz? Да, иди. Assalomu alaykum. Hamma uydalar kutib olyapti. Ketur yuraylik bo'lsam. Hozir aka mana shu mehmonxona, mana chiroyli joylar. Endi yurlar bo'lsam birinchi etajga sizlar joylab qo'ydik. Dam olganlaringizdan keyin xudo xolasa Balisaga boramiz. Yo, bolalar olib kelishar sumka mana. Rahmon, tam sumka yes, brat. Ana olib kelyapti, yuring bo'lsam. Qani liftdan chiqib oling. Birga joylaysiz? Ha, birga joylaymiz, sening bo'lsam. Qani. Fardin aka mana yaxshi bolalar hammasi mana mehmonxonaning xo'jayinlar mana o'zlari chiqib opajon kutib olyapti. Hali bular bilan aka ko'p qolasizlar. Tanishib qoldingmi? Ha, ana akajon nima qilasiz? Hoji tog'am bilan hojijon ham ko'rib turgan bo'lsa, xavotir olmanglar mana. Kelib joylashib ol. Mana Marjona qizayasi ham shu yerda. Yuring birinchi etajda boshlasizlar. Fardin aka, birga kiringlar. Biladi Marjona qizayasi biladi o'zi. Men chiqaman hozir. Dipak, мне ваттер, please. Хорошо? Hozir mana Fardin akamning xonasi, Lotus mehmonxonasini mana shu 3 kishilik xonasi. Asosan jigar serozlarga hamma narsa bor. Shkaflargacha bor. Hozir Fardin akam bilan shu opamlarga shu xona. Xaradillar bor. Bu donorda yotadigan joyi. Endi bu yerda bo'lgan bemorlarimiz o'zi yaxshi bilishadi. Bu yerda ham mana nimalari. Vannalari, dushlari. Fardin aka shattaman kelaveringlar. Chiqishyaptimi? Ha, mana xonangiz aka. Keling. Ha, mana xonangiz. 3 kishilik sizlar katta xona. Bu ro'paringizdan kichikroq xona. Konditsioner ishlaydi. Faqat konditsionerda opamgacha nima qilmasin haligi, ziyon bo'lmasin. Ventilyator ishlaydi. Mana sening bo'lsa hal ko'rishingiz bo'ptimi? Mana shunaqa qilsa salom aytib qo'yinglar. Кондиционер работает, да? Работает, да? Dam olasizlarmi? Mayli, akajon o'zi damda olasizlar, bo'ptimi, opajon?